Farzandingizni sevganiga turmushga bering yoki sevgan qizini olib bering. Kuni kecha juda ham og'riqli xat oldim. 17 yosh qiz yozyaptiki, meni majburlab umrimda ko'rmagan yigitga berishmoqchi. Meni endi 17 ga kirdim. Men u yigitni hatto ko'rmaganman. Nima qilay, o'zimni o'ldirmoqchiman. Mana shunaqa xatlar juda ko'p olaman, Humoyun. Nima qilish kerak? Keling bu masala haqida gaplashamiz. Bir tarafdan albatta farzand sevganiga tegsa baxtli bo'ladi, xursand bo'ladi, hayotdan zavqlanadi va o'z xatolariga o'zi javobgar bo'ladi. Lekin statistik ma'lumotlarga ko'ra, hisob-kitob bilan qurilgan nikohlarda ajrim kamroq bo'ladi. Xo'sh, nima qilish kerak unda? Eng to'g'ri yechim albatta ota-onani o'ziga bog'liq. Men o'rtani tanlashni maslahat beraman. Agar siz avlod ajdodini surishtirib, mos emasligi bo'yicha turmush qurdirmoqchi ekansiz, hech bo'lmasa majburlamang, zo'rlamang, bir-birini tanishtiring, ko'rsin, iliq munosabatlar uyg'onsin. Mana shunda farzandingiz baxtli bo'ladi. Eng yaxshi variant esa albatta sevgan insonini siz ham qabul qilsangiz. Aziz ota-onalar, agar farzandim baxtli bo'lsin desangiz, ular uchun siz qaror qabul qilmang.